Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Cambridge tarafidan, examiner taraflaridan officially 5,5 qo'yilgan task 2 essayni ko'rib chiqamiz va bugungi darsdan keyin do'stlar, bilib olasan nimaga talabalar 5,5 oladi. Balki siz ham shunaqa olgandirsiz. Buni asosiy sabablari nima? Nimaga 5,5? Hozir ko'rib chiqamiz essayda. Demak, ChatGPT ga prompt berdim. Aytdimki, что brutally honest bo'l, to'g'risini ayt, sugarcoat qilma, maqtama, paxta qo'ymada, strict examinerdaqa ball ber. Essayga necha qo'yasan? ChatGPT 5 qo'ydi. Demak, sizlar ChatGPT orqali essaylar tekshirayotgan bo'lsanglar, demak bilib qo'yinglar do'stlar, 0,5 ball oshiqcha qo'yib olsanglar bo'laveradi o'zingizlarga. Demak, ChatGPT 6 qo'yayotgan bo'lsa, demak 6,5, 6,5 qo'yayotgan bo'lsa, demak xushxabar 7 deb qabul qilsanglar bo'laveradi. Xo'p, ko'p gapirib o'tirmoqchi emasman. Topikni birinchi ko'rib chiqaylik do'stlar. Mana bu topikimiz. Governments should spend more money. Demak, maslahat berilyapti bu yerda. Should spend more money on railways rather than roads. Demak, railwayslarga ko'proq pul ajratish kerak yo'llardan ko'ra. Xo'p, to what extent do you agree or disagree? Demak, qanchalik qo'shilasan deyapti shu topikka. Demak, maslahatim essayni zo'r tushunib, zo'r essay yozishni yo'li, demak, birinchi uni topikni zo'r bilib olish kerak. Nima haqida endi? Uni bilib olish uchun esa qayta o'qigan yaxshi. Demak, governments should spend more money on railways rather than roads. Demak, tushunarli, do'stlar. Xo'p, bu essayda birinchi o'rinda hali yomonlamoqchi emasman. Agar chiroyli qaraydigan bo'lsa, essayda baribir organization borda, progress bor. Ya'ni introduction yozyapti, undan keyin 3 ta body paragrafga bo'lyapti. Har bitta paragrafda asosiy g'oya bor, conclusion bor. Demak, conclusion ham oddiy bo'lgan bilan hozir to'liq chiqmayotgan o'xshayapti. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Demak, conclusion ham bor. Essay joyda, organization bor, tartib bor. O'shaning uchun bu task response-ga, coherence and cohesion-ga demak bu essay kamida 6 oladi do'stlar. Shuni yaxshi bilib olinglar. Demak, imtihonda yaxshiroq ball olmoqchi bo'lsanglar, har bitta paragrafda отдельно yozinglarda, ikki xil g'oya bo'lsa, bitta paragrafga to'plab qo'yishni o'rniga alohida paragraflarga bo'lib chiqinglar. Bu examinerga o'qishiga yana ham yordam beradi. Soddalash, osonroq, effortless o'qishga. Demak, paragrafga bo'lishni esdan chiqarmanglar, kamida 6 olmoqchi bo'layotganlar. Xo'p, endi essayni boshlaymiz. Topikni tushundik. Endi essayni ko'rib chiqamiz. In recent years, government focus on improving quality of life that would bring a lot of benefits for citizens. Okay. Yomon emas, lekin xatolar ko'p do'stlar. Xo'p, birinchi xato. Recent years degandan keyin do'stlar, bu ko'pincha recent so'zi present perfect zamonda, demak perfect tense signal so'zi. Demak, hozirdan boshlab orqaga qarab ketadi. Demak, hozirga, kungacha. Demak, present perfect ishlatgan yaxshiroq. Iloji boricha present perfect continuous. In recent years, governments, it should be S. Focus, nope, spelling xato. Bu yerda S qolib ketyapti, bu yerda spelling xato bo'lyapti. Governments have focused deganda zo'r chiqib qoladi, mana. Governments have focused on improving the quality of life. That ko'mma kerak emas. Demak, bu grammatikaga balo tashlaydi. The quality of life that would bring, biz hali bir orzu haqida gapirmayapmiz. Hypothetical deb qo'ygan ingliz tilida, ya'ni gipoteza emas bu yerda. Konkret to'g'ridan to'g'ri yozish kerak. That would bring a lot of benefits for. A lot dan keyin of keladi. Iloji boricha a lot of toniga many benefits yaxshiroq chiqardi. Endi qanday to'g'rilaymiz? In recent years, governments have focused on improving the quality of life. Okay, mana shu gapni o'zi yetarli. Such as communication, transportation, health care. Mana bu gapga e'tibor bergan bo'lsalar, hech qanaqa fe'l yo'q. Demak, bu gap incomplete. Umuman complete emas. Mana bu yerda komani qo'yib turib, kichkina harf bilan such as
communication, transportation and health care bo'lishi kerak edi. Tushunarlimi? Yoki bo'lmasa, mana shu ikkala, mana shu gapni отдельно yozmoqchiman, alohida yozmoqchiman, Mr. Baha deydigan bo'lsa talaba, these improvements include communication, transportation and healthcare deganda bu yana ham chiroyli chiqadi. Keyin gap qilib, some argument that build railways is more useful for local people than roads. Okay, yomon emas. Xo'p, baribir xatolar bor do'stlar. Birinchidan, some argument emas. Some argument yo'q. Some people argue that build railways. Umuman grammatika, umuman xato. Building railways bo'lishi kerak edi. Gerund ishlatish kerak edi, mana gerund deb qo'ydingizlar. Building railways is more useful for local people than roads. Mana. In my opinion, it is a good idea that more train station. Demak, bitta yana xato ketyapti do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p, train stations bo'lishi kerak edi. Train yoki artikel, endi artikel qo'ygan taqdirda ham bu noto'g'ri bo'lardi. Chunki faqat bir dona qurmaydi, to'g'rimi? It is a good idea that more train stations should be built bo'lganda maslahat berayotgan bo'lardi. Is built emas, birinchidan are built bo'lardi. Endi undan ham yaxshiroq variantni should be qo'yish kerak edi. Maslahat beryapti, to'g'rimi? Should be built. There are some reasons. Grammatika bu yerda 100% to'g'ri, lekin gapni o'zi juda ham weak. Grammatika o'zi ham, juda ham sodda grammatika, bilasizlar buni. To be o'rganib olgan odam biladi. Xo'p, demak bu gap o'ta ham extremely weak. Undan ko'ra, there are several reasons why I believe in this opinion. Okay, there are several reasons why I hold this view deganda so chiqadi. There are several reasons why I hold this view. Dahshat. Do'stlar, ko'ryapsizlar-a? Grammatika xato to'lib yotibdi. Har bitta gapda grammatika xato bor. Demak, do'stlar, 5.5 dan 6.5 ga sakrashning eng oson yo'li grammatik xatolarni kamaytirish kerak. Uning uchun nima qilish kerak? General English ishlash kerak. Grammatikalar ko'rib chiqish kerak. Kuniga praktis qilib, faqat ChatGPT bilan tekshirib chiqish kerak. ChatGPT ga aytish kerak: "Hey, can you please highlight my every single grammar problems in my essay and explain why?" desalar, har bitta grammatikalarni tushuntirib beradi. Menimcha O'zbekistonda unaqa o'qituvchi bo'lmasa kerak. Xo'p, ketdi. Endi body paragrafga o'tamiz do'stlar. Hope. First of all, it reduced pollution when people give up driving to work in a weekday. Demak, birinchidan xato. Mana bu yerda reduced bo'lmaydi. It reduces bo'lish kerak. Ha, sabab aytayapti. Sababni o'zi aytib qo'yapti, o'tgan zamonda. O'zi bu nima qilyapti? Pollution'ni kamaytirdi deyapti. Yo'q. Pollution'ni kamaytiradi. O'shanchi mana bu yerda reasons deyapti. Reasonlarning bittasi railwaylarni qurish pollutionlarni kamaytirishga yordam beradi bo'lishi kerak. It reduces pollution. Tushunarlimi? Emaydi in weekday deyapti. On weekdays bo'lishi kerak. Ko'rasizlar, prepositionda xatolar bor. S qolib ketyapti. Mana bu yerda ham S qolib ketyapti. Ko'ryapsizlar mana bu yerda. Demak, bir xil xatoni, sistematik xatoni ko'p qilyapti talaba. Xo'p, mana shu yana bitta xato. Endi xo'p, bundan ham yaxshiroq variant qilsa bo'lar edi. Misol uchun, first of all, railways reduce pollution because more people choose public transport instead of driving to work on weekdays. Yani mana bu 7+ bo'lar edi. And nowadays, people spend a lot of time on the road in rush hours. O'zi odatda rush hours bo'lmaydi. In rush hours bo'lmaydi. During
during bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun nowadays spelling ketyapti, nowadays bo'lardi. People spend a lot of time on the road. Odatda in rush hours bo'lmaydi, during rush hour bo'ladi. Demak, yaxshiroq varianti nowadays many people spend hours stuck in traffic during rush hours. Stuck deganda zo'r chiqadi. Stuck deganda vaqti bomba chiqadi. Xo'p, keyingisi at the same time emissions of car bring a pollution in our environment. Mana to'g'ri. Emissions of car demak emissions ajoyib car emissions bo'lganda to'g'ri chiqadi. Ya'ni mashinalardan chiqadigan zaharli gazlar haqida gapirilayotgan bo'lganda car emissions bo'lardi. Air pollution deyapti. Demak, bu yerda pollution sanalmaydi hech qachon. In our environment. Okay, yomon emas. Undan ko'ra eng zo'r varianti mana shu deyapti. At the same time, okay, zo'r, вообще zo'r, bomba narsa. At the same time, car emissions contribute to environmental pollution deganda 7+. Okay, keyingi gap. People easily get upset if they got o'tgan zamonda ko'p gapiryapti, lekin if ishlatishga harakat qilyapti. Yomon emas do'stlar. People easily get upset if they got into traffic jam for long time. Xatolar. Into a traffic jam for a long time. Ikkiga bo'linadi. Spelling xatolar juda ham ko'p. Artikellar bo'yicha xatolar ham juda ham ko'p do'stlar, ko'ryapsizlar. Xato, har bitta gapda xato bor. Endi agar sizlar xatolar kamaytiradigan bo'lsanglar, bemalol 100% garantiya beraman. Demak, 6 dan tepa olasizlar, task 2 ga. Faqat ideyalar tushuntirishga harakat qilinglar. Alohida ideyalarni alohida paragraflarga bo'lib chiqinglar. Iloji boricha conclusionni ham yozishga ulguringlar. O'sha 40 daqiqa ichida. Mana 6 olishni yo'li do'stlar juda ham oson. Men imtihonda ishonasizlarmi, vaqtim qolmaganda chayib yozgandim. Ratingdan 7,5 olganman. Texnikasini bilib olsanglar bo'ldi do'stlar. Demak, ko'ryapsizlar xatolarni, вообще dahshat. Endi got deyapti, wrong tense, uni o'rniga should be bo'lganda menimcha yaxshiroq bo'lardi. Traffic jam bo'lyapti. A traffic jam for a long time. Uni o'rniga people easily become frustrated. Mana shu narsani frustrated degani asabiylashish. If they are stuck in a traffic jam for a long time deganda zo'r chiqib qo'yadi. Research has shown that it's get more pollution. Oh xudo. Mana bu yerda ham xato ketyapti grammatika. It's get more pollution of air that cars stopped spelling. Metana s bo'lish kerak edi. Cars stopped on the road without cutting power. Ya'ni menimcha bola aytmoqchi bo'lganki, powerni cut qilish, ya'ni mashinani o'chirib qo'ymaydi. Probkada turganda. Uni o'rniga idle degan so'z bor, bilasizlar. Idle degan so'z bor. Demak, bu sentence is impossible to understand. Impossible to understand. Endi nima demoqchi bo'lgan bola? Research has shown that cars produce more air pollution when they remain idle in traffic. Ya'ni trafikda turaveradi, lekin mashinani o'chirib qo'ymaydi. Remain idle in traffic. Tushunarlimi? Mistakes. It is get pollution of air. Stop bo'lish kerak edi o'zi. Cutting power. Yaxshi emas. Keyingisi train stations are a good way to make easy that train never could get into congestion, and trains are a public transport which is more helpful to reduce air pollution. Mashitda oxirida sal ma'no chiqayotganga o'xshayapti menimcha do'stlar.
bilayotgan bo'lsanglar. Endi bu nima demoqchi bo'lgan? Railways are an effective solution. An effective railways bo'lish kerak mana bu. Yoki train stations emas. Ko'proq railways are a good solution, good way o'rniga effective solution because trains are not affected by road congestion. Because trains are not affected by road congestion and can transport many passengers while producing less pollution per person. Demak, maslahatim albatta ChatGPT bilan ko'proq analiz qilishlar kerak essaylarni. Plus ko'proq essaylar o'qinglar do'stlar. Oxirida essaylarni analiz qilib bo'lganlardan keyin, undan keyin fix qilib 6,5-7 ga olib chiqib qo'ygandan keyin ChatGPT bilan misol uchun men 2-3 soatlab qolib ketishni maslahat beraman. ChatGPTga tashlaysizlar, ChatGPT tekshirib beradi. Undan keyin to'g'rilaysizlar essayda xatolarni, GPT ko'rsatgan xatolarni, keyin boshqatdan tashlaysizlar. What about now? Wow, bu safar ancha yaxshi, lekin mana ular to'g'riladi deydi. Yana to'g'rilaysizlar, 6,5-7 ga olib chiqqandan keyin bir qator o'qib chiqinglar. Maslahatim. Xo'p, endi paragraf 2 ga o'tamiz. Qaranglar. Secondly, it solved congestion on the road. Ko'rasizlar, bir xil xato. Solved deyapti. Solved emas, solves bo'ladi. To'g'rimi? Demak, bu paragrafda ideas are relevant. Ideyalar haqiqatda topikka aloqasi bor, kuchli tarafi band 5. But language errors make communication difficult. G'oya bor, lekin o'sha g'oyani yetkazib berish, communicate qilishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. O'qiyotgan odamga ham qiyinchilik bo'ladi. Nimaga? Language problems deb. Tushunyapsizlarmi? Xo'p. Demak, mana bu yerga ketyapti. It solved congestion. No, it should be solves bo'ladi. Bam. Congestion on the road while many people commute. Endi menda because qo'yganda yaxshi chiqardi. Because many people choose to commute by train. Nearly years, a number of car is growing. Oh, a number of cars. Bo'lardi menda. Numbers of cars. Sal baribir xatolar ko'p. Secondly, nearly years, a number of cars is growing. To'g'risi, nearly years umrimda eshitmaganman bu narsani. Undan ko'ra in recent years to'shga qo'yib turib, bu yerda in recent years bo'lganda car bo'lmaydi endi bu yerda. Cars bo'ladi. Bitta mashina emas-ku. Has been increasing bo'lishi. In recent years, the number of cars has been increasing deganda to'g'ri chiqaradi. Xo'p. So, a question that a number of car is over volumed of road is following. Demak, hech qanaqa ma'no yo'q. Mana bu gapda umuman tushunganim yo'q. Nima deyapti? Nima demoqchi ekan bu yerda? Demak, dahshat do'stlar. Balkim bu yerda aytmoqchi bo'ldiki, korlarda numberi, demak korlar yo'llarda capacitisidan o'tib ketdi. Ya'ni yo'llar mashinalarda o'sha accommodate qila olmayapti, sig'dira olmayapti degan ma'noda chiqarmoqchi bo'lsak, unda so emas. As a result, the number of cars has exceeded bo'lish kerak edi. Exceeded. Number of cars has exceeded the capacity. Demak, yozadi. Capacity of many roads. Tushunarlimi? As a result, the number of cars has exceeded, o'tib ketdi. Ortda qoldirib ketdi. Nimani? The capacity of many roads. Yo'llarning capacitysini. Bu endi boshqa gap. Xo'p, however, this caused traffic jam. Being horrible, this caused zamonda xato ketyapti. Traffic jam deb sanasa bo'ladi.
Demak, uni o'rniga this has caused haligacha bo'lyapti-da bu narsa. Hozir ham ko'rinib turibdi. This has, demak do'stlar bilib olinglar, present perfect zamonlarni ko'rib chiqinglar. Present perfect va present perfect continuous agar 7 plus olmoqchi bo'lsanglar. This has caused traffic jams. Cause bilan doim to keladi. Cause something to become something, for example. This has caused traffic jams to become a horrible, bu speakingga kerak bo'lgan so'z, a serious problem bo'lishi kerak. Serious problem. Tushunarlimi? However, wow, endi bu yerda solution beryaptimi? However, the train will take more people to go to their destinations without waiting on the road in rush hour. Thank God. Mana endi essay sakraydi bu yerda. Darajasi 4.5 bo'lib yotibdi grammatika. Endi bu yerda o'z-o'zidan task response-ga coherence cohesionga mana ammo deyapti. Ammo deb solution ni introduce qilyapti-da. Bu safar tushunishga osonroq bo'ldi. 5.5 oladi. Javob examga bir mehribonroq exam bo'lsa 6 ga tortib ketishi mumkin, lekin odatda 5.5. However, the train will take mass. Trains endi take more people to go to their destination must take more people to their destinations without waiting on road in rush hour. Must during rush hour bo'ladi. Bitta in rush hours, bitta in rush hour bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, yomon emas, lekin buni ham boshqacha qilsa bo'lardi. Trains can bilan bersa zo'r chiqadi do'stlar. Mana trains will take emas, can transport yana bitta ma'nosi bor. Transport deyiladi, ya'ni bitta joydan ikkinchi joyga olib ketish, olib borib qo'yish, ya'ni trains can transport large numbers of passengers efficiently without being delayed by traffic congestion. Without being delayed kech qolmasdan nima sababdan? By traffic congestion. Demak, trains can transport large number of passengers, more people deydi 5.5 lekin 7 plus vocabulary yana ham specific bo'ldilar. Train haqida gapirishyapmizmi? Demak, people emas, passengers desalar dahshat chiqadi. Trains can transport large numbers of passengers efficiently without being delayed by traffic congestion. Tushunarlimi? Okay, it's more convenience for citizen. O'z oxirida kichkina gap yozyapti. Shunda ham grammatik xatolar bor, ko'rasizlarmi? It's more convenience. Convenience bu noun. Adjective bo'lsa, it's more convenient for citizen, a citizen or a citizen. Demak, S'da seriozli problema bor bu talabada. It's more convenient for citizens. Tushunarlimi? Citizens. Undan ko'ra, this is much more convenient for citizens deganda, citizens deb qo'yadi pronunciationda. Yaxshi. Xo'p, yana bitta g'oya, hali 3 ta g'oya berib yubordi bola. 1, xo'p, 2 va 3-g'oya. Buni bermagan yaxshi edi. Do'stlar, keragi yo'q. Maslahatim maksimum 2 ta g'oya olinglar bu. Mana qo'shimcha g'oya qo'shdi. Birinchidan support qilmagan. Do'stlar, ikkinchidan xatolar bordi. Yana xatolar paydo bo'lyapti. My advice is don't take more than 2 ideas. Why do you want to create a problem for yourself? Finally, taking public transport is cheaper than privatical Vicele. Wow, italyancha yozib oxirida Vicele emas, vehicle bo'ladi. Vehicle bo'ladi. Vehicle x emas, y aytiladi speakingda. Vehicle. Private vehicle bo'ladi. Yaxshirog'i, using public transport is much cheaper than driving a private
vehicle. People could save money to do others interested. MashaAllah. People could save money. Could only can save money and spend it on other important needs. People can save money and spend it on other important needs. Important needs or leisure activities. Demek, people can save money and spend it on other important needs or leisure activities. Tushunarligi? Endi introduction, I'm sorry guys, conclusion ko'rib chiqamiz. Hope overall, noto'g'ri so'z bu. Overall emas, in conclusion, eng zo'ri yoki in summary yoki to conclude yaxshiroq chiqadi. Government pay more money for building railways. It brings more. It's a good decision that advantages are more than the drawbacks. Xullas ko'rasiz, xato umuman gap tushunarsiz. Conclusion juda ham sodda, oddiy, brief, xatolar to'la. Xatolar achib yotibdi. U yomon narsa do'stlar. Birinchidan the government yoki governments bo'ladi. Bir xil xato. Demak, xatoni qayta qilaversalar, exam nima deydi? So it means the candidate doesn't know this grammar structure, so let me drop his score. Score tushib ketadi. In conclusion, government should pay. Deylar do'stlar, maslahat beryapsizlar-ku. It's your suggestion, it's your advice, it's your essay, it's your opinion. In conclusion, governments should pay more money for building railways. Qala, 6.5 olish juda ham osonda. Juda ham oson, faqat o'sha simple xatolar qilmanglar do'stlar, oddiy xatolar. Balki endi menga darajam katta uchun shunaqa ko'rinishi mumkindir, lekin to'g'rilasa bo'ladi. Do'stlar, to'g'rilasa bo'ladi. Kuniga bitta essay yozib, ya'ni har kuni ham emasda, dushanba, chorshanba, juma, task 2, seshanba, payshanba, shanba, task 1 yozib ham shuni to'g'rilab ketsa bo'ladi do'stlar. Overall, governments should pay more money for building railways. Dahshat. Nima bo'ladi endi? Because the advantages are more than the drawbacks. Okay, because the benefits clearly outweigh the disadvantages. Deb qo'yganda chotki chiqardi. Xo'p, demak do'stlar, nima deymiz? Essay ko'ryapsizlar, xatolarga to'la, grammatika umuman o'rtacha, linkinglar o'rtacha, vocabularylar o'rtacha. Demak, mana shu xatolarni to'g'rilasa, essay o'ynab kulib 6.5-7 oladi. Bemalol 6.5-7 oladi. Demak, bolada ideya bor, support bor, faqat shu language to'g'rilash kerak xolos. Ko'rdinglar do'stlar, mana shu essayda xohlasanglar o'zingizlar yozib ko'ringlar, keyin men aytgan narsalarni qo'yib, to'g'rilab xatolarni misol uchun ChatGPT ga tashlasanglar bo'ladi yoki Mr. Baha shu essayni bizga elektroniy Word variantida bersa, siz tayyor yozilgan essay, demak shu xatolar bilan yozilgan essayni tashlab berishim mumkin. Ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Do'stlar, demak umid qilamanki, sizlarga dars yoqdi. Keyingi darslarda уже partvollarni ham ko'rib chiqamiz. Chiroyli rangli qilib chiqarib, analiz qilib, asosan 8.5, 9, 10, 11 essaylar yozmoqchi emasman, chunki foydasi yo'q sizlarga. O'zingizlarni darajalardan kelib chiqib yozilgan, sizlarga xuddi sizlarga o'xshagan essay yozgan talabalarni essaylarini tekshirib analiz qilib beraman, ko'rasizlar. Iloji boricha agar kommentariyada essay yozmoqchi bo'lsanglar, menga aytinglar, volontyorlar bo'lsa, topik tashlab beraman, essay yozsanglar, o'shani ham bepulga sizlarga tekshirib beraman, ham o'sha ustida video darsi tayyorlasak bo'ladi. Do'stlar, maksimal darajada share qilinglar, subscribe qilish esdan chiqmasin, do'stlaringlarga ham jo'natib qo'yinglar, imtihonlar yaqin orada bo'lsa. Thank you very much.